Assalomu alaykum ustoz. O'zingizni tanishtiring. Men Zokirova Dilsora, boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Boshlang'ich sinflarga o'qish savodxonligi, ona tili va matematika fanlaridan dars beraman. Faoliyatim davomida o'quvchilar nafaqat bilimiga, balki ularni mustaqil fikrlashi va ijodkorligini oshirishga ham alohida e'tibor qarataman. O'quvchilaringiz kuni va darslaringiz qanday boshlanadi? Kunni va darsni boshlanishi bu men uchun juda ham muhim bir jarayon hisoblanadi. Avvalo o'quvchilarimni iliq kayfiyatda kutib olaman, tabassum bilan. Ular bilan samimiy suhbat o'tkazishim mumkin. Kayfiyati yo'q o'quvchilarimga qiziqarli latifalar aytib berishim mumkin. Dars jarayonini boshlanishida esa qisqa qiziqarli suhbatlar, kichik didaktik o'yinlar bilan boshlashni ma'qul ko'raman. Shu orqali o'quvchilar darsga qiziqib kirishib olishadi. Darsga kirishda qanday tayyorgarlik ishlarini qilasiz? Har bir o'qituvchi avvalo darsga kirishdan oldin o'zini darsiga tayyorlanadi. Shu jumladan men ham mavzuga oid ko'rgazmali qurollar tayyorlash, mavzuga oid taqdimotlar tayyorlash, turli xil bolalarni jalb qiluvchi qiziqarli usullardan, metodlardan foydalanishga harakat qilaman. Asosiy tayyorgarliklarim shulardan iborat. Darsdan tashqari o'quvchilar bilan qanday mashg'ulotlar o'tkazasiz? Darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarni yanada ochilishiga yordam beradigan jarayon deb hisoblayman. Darsdan tashqari faoliyatimga keladigan bo'lsak, o'quvchilar bilan kitobxonlik soatlarini tashkil qilamiz. Sinfimizni bir burchagida sinf kutubxonasini tashkil qilganmiz. O'quvchilar bilan turli xil sahna ko'rinishlar, qo'noq viktorinalar, turli xil tanlovlar uyushtirishimiz ham mumkin. Sevimli ustoz bo'lish uchun qanday ishlar qilasiz? Sevimli ustoz bo'lishni avvalo o'quvchilarni o'zi belgilab beradi. Hech bir ustoz men sevimli ustozman deb aytolmaydi. Bu jarayonda ko'rinadigan narsa. O'quvchilarga iliq munosabatda bo'lsangiz, ularga mehr bersangiz, eng muhimi ular bilan samimiy munosabatni o'rnata olsangiz, ular o'zini qadrlanganini his qilsa, menimcha siz sevimli ustozga aylanasiz. Maktabda bo'lib o'tgan eng qiziqarli voqealardan birini aytib bera olasizmi? Maktabda bo'lgan qiziqarli voqealar, yaqindagina shunaqa voqea bo'ldi. To'g'risini aytsam, sinfimiz bilan bitiruv tadbirini nishonladik. Mana shu tadbirdan so'ng ota-onalarni iliq, ochiq chehra bilan bildirishgan minnatdorchiligi, ularning samimiyati meni juda ham kayfiyatimni ko'tardi va bu men uchun uzoq yillar davomida unutilmas voqea bo'lib qoladi. O'zingizni 5 ta sifat bilan ta'riflab bering. O'zimni 5 ta sifat bilan ta'riflab bersam, mehribon, izlanuvchan, qat'iyatli, samimiy. O'qituvchilik faoliyatingizda erishgan eng katta yutuqlaringiz bilan bo'lishing. O'qituvchining yutuqlari avvalo o'quvchining erishgan yutuqlari bilan o'lchanadi. O'quvchilarimni turli xil tanlovlarda qatnashib, o'rinlarni egallashi, qolaversa matematika fan olimpiadalarida ham, xalqaro olimpiadalarda ham yuqori natijalarni qayd etgani avvalo bu bizning yutug'imiz hisoblanadi. Shaxsan o'zimni bu yilda erishgan natijalarimni aytadigan bo'lsam, bu yil oliy toifali o'qituvchi unvoniga sazovor bo'ldim va O'zbek tili va adabiyoti fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Xulosa sifatida o'qituvchilik kasbi siz uchun nimani anglatadi? O'qituvchilik kasbi men uchun hayotimda juda ham bir muhim ahamiyatga ega. Chunki o'qituvchilik bu shunchaki kasb emas, o'qituvchilik bu sharaf, o'qituvchilik bu mas'uliyat. O'qituvchilik bu ota-onalarni, o'quvchilarni bizga bildirgan ishonchi, bizga bildirgan umidi va bu biz ishonchni, umidni oqlasak, biz marraga erishgan bo'lamiz. Chunki hozirgi kunda biz o'qitayotgan, tarbiyalayotgan jajji o'quvchilarimiz bir niholga qiyos. Bu nihollar ertaga shifokor bo'ladi, ertaga muhandis bo'ladi, ertaga quruvchi bo'ladi va bularni shu natijalarga erishishida bizani ozginagina hissamiz bo'lsa, ularni hayotida ozgina bo'lsa ham iz qoldirsak, biz o'zimizni baxtli ustoz deb hisoblaymiz. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahimov School. Farzandingiz munosib joyda ta'lim olsin.